Assalomu alaykum. Xo'p, ekzamenni boshladik. Men qarang, yigit bo'lamisiz? Mendan oldin bironta qiz sizga qo'lini uchini ham tekizmaganmi? Voy, nima deyapsiz? Erkakman-ku. Cho erkaksiz. Demak, o'g'il bo'lolmassiz. Nima men sizningcha tishlangan olmaga tegishim kerakmi? Kimdirdan qolgan astirkaga tegishim kerakmi? Bo'lmaydi. Следующий. Mana bo'lgan bularga sharmandachilik. Xo'p, to'ydan keyin onam bilan birga yashaymiz, chunki onamga bitta qizman. Boshqa qiz yo'q. Yo, nimaga? Alohida bo'lib chiqamiz. Nima, 22 yil meni onam shunday boqqanlarmi? Alohida chiqish uchunmi? Qarichilikda kim qaraydi onamga? Yo, bu yigitlarga nima bo'lgan, hammasi alohida deydi. Следующий. Ajrashganman. Bitta bolam bor. Voy, ana. Agar xotiningizni aytganini qilganingizda, agar so'zdan chiqmaganingizda, urganiga ham, so'kkaniga ham chidaganingizda, hozir ajrashmagan bo'lardingiz. Sizni o'zingiz aybdorsiz. Endi sizni bitta bola bilan hech kim olmaydi. To'yba qilsam. Следующий. Normal yigit qolganda o'zi. Assalomu alaykum. Siz normalga o'xshaysiz-ku. Menga qarang, TikTok bunaqa narsalar yo'q. Men bunaqa trendlarni olmaysizmi? Yo'q, lekin Instagramda muntazam rasmlarimni joylashtirib turaman. Ana. Menga Instagramda interneti yo'q yigit kerak-da. O'zi sizlarni buzobdi 90% yigitlarning internet. Rasmlaringiz hech qayerda bo'lmasligi kerak. Menga normal hayot kerak. Nima bo'lyapti sizlarga? Bo'lmaydi, следующий. Yigitlar, biz ham shunaqa shart qo'ysak, qanaqa bo'lar ekan? I'm addicted to you.